Bugun men Xorazm raqsida ko'p ishlatiladigan qars harakatini o'rgatmoqchiman. Buning uchun 3 ta barmog'imiz, oxirgi 3 ta barmoqni birlashtiramiz va xuddi qiylagandek bir-biriga yopishtiramiz. Ular crest ko'rinishda bo'lishi kerak. Mana 3 ta barmoqqa yopishishi kerak. Keyingisi, o'ng qo'limizdagi katta barmog'imiz pastdan bo'ladi. Tepadagi katta barmog'imiz tepadan xuddi mana quchoqlagandek ko'rinishda bo'ladi. Mana. Keyin biz mana bu uказательный barmoqlarimiz bilan tepadan pastga qarsillatamiz. Ya'ni 1 2 1 2. Eng muhimi mana shu 3 ta barmoq va katta barmoqlarni to'g'ri qo'ysanglar, qolgani to'g'ri bo'ladi. 1 2 3 4. Tepadan pastga, tepadan pastga, tepadan pastga, tepadan pastga, tepadan pastga. Videoni saqlab qoling, yo'qotib qo'ymaslik uchun va qarsillatishni boshlang.